Hurmatli obunachilar, video o'tkazilmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa bugun qiziqarli video bo'ladi sizlar uchun. Mana maxsus qo'yga qo'shgani liniyasi bor qo'chqorlar kelgan ekan. Buni chiroyli qilib yoritib beramiz sizlarga. Xudo xolasa haqiqiy it boshlari ham juda chiroyli. Ularni yakka-yakka qilib sizlarga videosini chiqarib beramiz. Qo'yga qo'shgani qo'chqar qilib yurgan aka-ukalarimizga mana bunday qo'chqarda oq yuz variantidan arashan paroda qo'chqar yetib kelibdi. O'tkazib bermasdan videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Sizlarga manfaatli, foydali video bo'ladigan umiddamiz. Assalomu alaykum, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugun video syomkalarimizni biz sizlar uchun Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Video yoqsa bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa mana bunaqa videolar qilganimizda sizlarga soобщение tarzida yetib boradi. Xo'p, hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugun video obzorini o'zimizni ukamiz Arzonchi Abdulaziz bilan yoritib beramiz. Abdulaziz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling Murodjon aka. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi Ramazonlar bilan? Murodjon aka bugun xudo xolasa urug'qa qo'chqorni tozalaridan so'ragan obunachilarning xudo xolasa qo'chqor zo'rlaridan bor aka. Liniyasi borlari ham bormi? Liniyalilari ham bor, liniyasi yo'qlari ham bor aka. Liniyasi bor ham, arzonlari ham bor. Necha parta qo'chqar beramiz bugun xudo xolasa? Bugunga bir 3-4 partiya qilib chiqarib beramiz. Bemalol kelib ham ko'rishaveradi. Qo'yimiz soni ko'p. Xo'p, uyda boqilayotgan o'zimizni uyda boqilayotgan qo'chqorlardan video qilib beramiz aka. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana qo'yni stoykasiga e'tibor berasizlar, garbonos oyoqlariga e'tibor berasizlar. Haqiqiy baquvvat ekan. Xo'p, yunlarni olib, ishlovni berib qo'yilgan ekan. Bokoga tashab ko'rasiz. Xudo xolasa mana orqalari ham kelgan. Juda chiroyli. Abdulaziz buni ma'lumotini beramiz sekin-sekin. Xo'p, buni bo'yini nechaga beramiz Abdulaziz buni? Buni bo'yi aka 86 sm. 86. 86. 85 pilsga olishaveradi. Xo'p, xudo xolasa ish buzganmi? Yo'q, qo'zi ha. Hali qo'zi. Necha oylikka beramiz? 11 oylik atrofida qo'zi aka. 11 oylik atrofida qo'zi ekan hali xudo xolasa. Quloq tashab ko'rishlarni qaranglar. Xudo xolasa Qirg'iziston Bishkekdan keltirilgan ekan mana. Qirg'iziston. Sirg'alari ham mana shtir kodlarini turibdi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa pastdagi nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor. Bizni chetdan kuzatayotgan aka-ukalarimizga bemalol Telegram, WhatsAppdan aloqa qilib chiqarasizlar. Xudo xolasa sizlarga videoni takroriy video ham qilib berishaveradi bemalol o'lchab. Xo'p, mana stoykasiga yetib berasizlar xudo xolasa. Abdulaziz xudo xolasa buni yengil qilib biz obunachilarga chiqarib berasiz. Buni liniyasi bormi Abdulaziz? Yo'q, buni liniyasi yo'q aka. Buni liniyasi yo'q. Bizga buni egasi liniyasi bor demagan aka. Biz ham aytib sotmaymiz. Liniyasi bor deganlarni aytib sotamiz aka. Liniyasi bormi? Liniyasi buni aytmagan, ammo xudo xolasa quloqlari 20 plus aka. Quloq 20 plus. Ha, stoykalarni ko'ryapsiz. Dumbalar tik. Dumbalar tik dumbadan mana stoykalarga e'tibor berasizlar. Xudo xolasa qo'y haqiqiy zo'r narsa ekan. Yoqmaydigan odamga ham yoqadi. Xo'p, xudo xolasa bugun vaqtimiz yetganicha sizlarga qo'ylar chiqarib beramiz. Oxirigacha ko'rib turasizlar. Bugun faqat qo'chqorlar chiqaramizmi yo urg'ochilar ham bormi? Yo'q, bugunga faqat qo'chqor chiqaramiz. Urg'ochilar ham bor, so'raganlar. So'raganlarga urg'ochidan ham qilib beraveramiz aka. So'raganlarga urg'ochi, juplab ham bo'g'ozlardan ham juplab berishaver ekan. Abdulaziz buni obunachilar ko'p kutirmaylikda va narxiga o'taveramiz. Keyingi partiyalarga ham keyin o'taveramiz sekin-sekin. Bo'ldi aka, bu buni narxi aka $1100 Samarqandgacha dastavka qilib beramiz aka buni. $1100 Samarqandgacha dastavka qilib beramiz. Dastavka qilib berasiz o'zingiz. Qo'chqor ushagan. Orqa tomonidan ham video olib ko'rib ko'rsatib qo'ying. Mana dumbalarni ham. Dumbalari ham haqiqiy zo'r ekan. Mana hurmatli obunachilar, ko'rasizlar mana stoykalari hamma yo'q kelgan. Stoykalari ham kelgan. Quloq tashishlari mana. Quloqlari ham haqiqiy mana. Oq yuzidan so'raganlar mana. Garmonozga e'tibor berasizlar. Ablat tishini shuni ko'rsatib qo'ying shuni. Mana. So'z isboti mana. Mana. Tushirmagan. Qo'zi ha nima? Qo'zi ekan. Mana e'tiboshi yaxshi. Ha, yebichalari sog'lom ekan qo'ydi. Xudo xolasa bir hafta sinab olishadi. Ha, bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta sinab o'rgansizlar, hurmatli obunachilar, bemalol. Xo'p, Abdulaziz buni telefon qilgan odamga xayri bormi? Ha, sunnatiga o'tib beramiz aka. O'tib berdan joyi bor. O'tib berdan joyi bor. Bemalol telefon qurasizlar, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa xayri sunnatiga o'tib beradigan joyi bor ekan. Xudo xolasa tanlashib tortishib olaverasizlar. Xo'p, Toshkentgacha emas ekan, Samarqandgacha yetkazib olib bergan. Buxorodan ham telefon qilishaveradi. Kelishilgan holatda chiqarib beramiz. O'zbekiston bo'ylab chiqarib beramiz. Xo'p, shu summaga besplatniy bo'lib o'sha Samarqandgacha yetib borar ekan, undan uyoqqa kelishilgan holatda yetkazib o'zlari olib berish ekan. Keyingi partiyaga o'taveramizmi bilasiz? Keyingisiga o'taveramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizga keyingi partiya. Obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyaga mana bunaqa haqiqiy zo'r ekan mana.
oxirigacha ko'rib turasizlar, xudo xolasa. Buni chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz. Ablas xudo xolasa buni puli yengilroq bo'ladi. Xudo xolasa bu ham puli yengilroq beradi. Buni yengilroq qilib beraman dedilar. Orqalariga e'tibor berasizlar, oyoqlari ham haqiqiy baquvvat, stoykalarga e'tibor berasizlar, quloqlari quloq tashlab turishlari, garbonoslarga e'tibor berasizlar. Ablas tish yormagan bu? Yo'q, bu ham qo'zi aka bu. Bu ham qo'zi ekan, hurmatli obunachilar. Qo'y ozgina chorsroq. Ushlab turavering ablas. Sekin bu ma'lumotni beraylik. Onam kuchiga yetmayapti. Maşallah. Haqiqiy zo'r narsa ekan. Mana hurmatli obunachilar. Qo'ydi qaranglar, haqiqiy etib olishi ham zo'r ekan. Naqsimiz ekan. So'lqa tayyor aka mana. So'lqa tayyoridan so'raganlarga mana. Yelkalarni qaranglar, haqiqiy bellari ham chiroyli ekan. Tushlariga e'tibor berasizlar, hurmatli obunachilar. Tushlari, oyoq kiyimlari chiroyli. Yuzlarini ham yaqindan ko'rsatib qo'yaylik. Haqiqiy zo'r ekan. Ablas shuni tishini ham ko'rsatib qo'yaylik. Hurmatli obunachilar. Bular qo'lga o'rganmaganda bu hali. Ha, tish yormagan tishlar hali guruch. Haqiqiy zo'ridan boqamadingizmi? Mana haqiqiy zo'ridan mana. Xudo xolasa bo'y nechaga beramiz ablas buni? Bu 90 plus minusga beramiz aka. 90 plus minusga o'ragansizlar. 90 gacha yetmaganroq. Mana haqiqiy zo'ridan ekan xudo xolasa. Mana urg'ochilarga qo'shqani zo'rni qidirdingizmi? Mana haqiqiy zo'ridan. Yo'g'onligi ham o'ta yo'q aka qo'ydi. Mana o'zi ko'rinib turibdi o'zi. Qo'yga tushunganlar mana bilishadi buni. Hurmatli obunachilar, mana qo'ydi o'zlaring ko'rdilaring. Xudo xolasa yana so'rasalaring takroriy video ham qilib berarlar. Ablas buni endi oldi qochdi gapni kerak, narxiga o'tiramiz. Necha pulga berasiz endi biz obunachilarga? Narxi aka buni $1000 beramiz buni. $1000 ketaver ekan. Ketaveradi. Samarqandgacha dastlabkiga beramiz. Buni ham dastlabkasi Samarqandgacha. Ha, Samarqandgacha. Buni ham dastlabkasi Samarqandgacha ekan. Mana 90 atrofida ekan bo'ylari hali o'lchanmagan. So'rasalaring o'lchab, chiroyli qilib videosini qilib berarlar o'zlari. Xudo xolasa telefon qadamga xayri bormi? Xayri bor, telefon qilsin, O'zlariga o'tib berasiz. o'tib beraman. Xudo xolasa kelishdi. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa xayr sunnatiga o'tib beraganlar. Xo'p. Keyingi partiyaga o'tiramizmi? Keyingi partiya o'tir. Bo'ldi, hurmatli obunachilar, bizda keyingi partiya. Bizni kuzatishda davom eting. Hurmatli obunachilar, bizda endi 3-partiyamizga Ablas buni liniyasi bor dedilar. Ablas xudo xolasa liniyasi bormi buni? Bunisini liniyasi bor ekan. Bitta o'ng tomon turganimi? Ha. Mana bunisini liniyasi bor ekan. Liniyasi Admiral dedingiz, ha? Admiral liniyadan olingan ekan mana shu. Mana. Narigisi liniyasi yo'q. Bunisini liniyasi yo'q ekan, hurmatli obunachilar. Mana hurmatli obunachilar, shu birinchi turganda liniyasi bor ekan. Orqasi turganda liniyasi yo'q dedilar. Mana, e'tibor berib qarorasizlar. Quloqlari ham, xudo xolasa, quloq tashab yurishlari ham juda chiroyli ekan. Garbonoslariga e'tibor berasizlar. Garbonoslari ham juda chiroyli. Tish yormagan ablas bular. Yo'q, qo'zi aka bular ham. Ha, qo'zi ekan. Oyoq kiyimlariga e'tibor berasizlar. Razirasi ham dakansa ekan, hurmatli obunachilar. Ikkovi ham bo'y bosib pashti bir xil ekan. Ablas bo'y bosiblar necha beramiz ularni? 85 plus aka bular ham. 85 plyusga olar ekansizlar. Mana oldi tumori ham bor ekan. Oldi tomoni. Oldi tumori ham bor ekan. Hurmatli obunachilar, sekin-sekin ma'lumotini beramiz. Xo'p, xudo xolasa yeb ishlanma mamosiga bir hafta sinab olishaveradi. Ha, bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta bemalol yedirib, ichirib olar ekansizlar, hurmatli obunachilar. Necha oylikka beramiz buni? Bular ham 11 oylik aka bular ham. Bular ham 11 oylik atrofida ekan, xudo xolasa. Mana yurish-turishlari joyida. Xudo xolasa aybi nuqsoni yo'q, sog'lom ekan. Mana haqiqiy zo'ridan ekan qo'yga qo'shgan. Ozgina boqib borasizlar, tejab. Stoykalari ham o'ziga yarashgan, kelishgan ekan. Ablaziz, bundan keyin partiya qo'yimiz bormi yana? Bor aka, bundan keyin. Yana bundan keyin partiya qo'yimiz bor ekan. Unda Ablaziz ko'p cho'zmasdan narxiga o'tiramiz buni. Bo'ldi, narxi aka, mana Admiral liniyalikni 1600 ga o'tib beramiz. 1600 ga buni o'tib berasiz. Ha, liniyasi yo'qdi, 1300 ga beramiz. Liniyasi yo'q, 1300 ga buni 1600 ga o'tib beraman dedingiz, ha? Beramiz, ha. Oq yuzini 1600 ga o'tib beramiz. Quloqlari 20 plyusda ekan. Ekko ham qulog'i 20 plyus. 20 20 plyus ekan, hurmatli obunachilar. Quloqlarini mana ko'rasizlar. Mana haqiqat tozasi, liniyasi borini qidirgan aka-ukalarga jo'natib qo'yasizlar bu videoni. Kommentariyaga yozib qo'yasizlar o'z fikrlaringizni. Xo'p, xudo xolasa jupini olgan odamga xayri bor-a? Ha, jupini olsa xayrini qilib beramiz aka. Xayrini chiroq qilib berasiz? Dastlabkilar o'sha. Ha, dastlabkilar Samarqandgacha aytilgan narxda O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Bo'ldi. Samarqandgacha o'zlari yetkazib olib berganlar besplatni.
Xo'p, Abdulaziz keyingi partiyaga o'tiramizmi? Keyingi partiyaga o'tiramiz. Bo'ldi, bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi so'nggi partiyaga mana bunaqa haqiqiy zo'ridan ekan, Abdulaziz bu ham. Ha, bu ham Xudo xolasa kelishgan qo'chqorlar. Garmonoslari ham juda chiroyli ekan, Xudo xolasa mana. E'tibor berib qaraysizlar mana. Garmonoslari zo'r ekan, quloq tashlab turishlari ham o'ziga yarashgan ekan, haqiqiy. Abdulaziz buni liniyasi bormi yo'qmi? Yo'q, bu liniyasi yo'q ekan. Buni liniyasi yo'q ekan, dumbasi ham haqiqiy juda chiroyli ekan dumbasi ham. Oyoqlari ham mo'shni ekan, Xudo xolasa. Abdulaziz buni bo'yini nechaga beramiz? Bo'yi bu ham 85 plus ekan. 85 plus ekan, hurmatli obunachilar. Haqiqiy bu ham yaxshi zo'r variantdan ekan mana. Qo'yib qo'shgani. Xudo xolasa bu ham qo'zi. Bu ham qo'z ekan. Necha oylarga beramiz buni? Bu ham 11 oylar turibdi. Bu ham- Hammasi bir xil ekan. Hammasi bir xil ekan. Bitta ishyorg'ani bor, ular videoga tushmadi, boshqalar bor ekan. Hurmatli obunachilar. Xo'p, Xudo xolasa buni videoda so'ngida chiroyli qilib yengil qilib berasan narxlarni. Ha, yengilroq qo'yib beramiz aka bu. Bo'ldi, Xudo xolasa yeb ichishdan muammosi yo'q, sinab olishaveradi bir hafta. Bir hafta bemalol. Bir hafta bemalol sinab olgansiz, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa haqiqiy zo'r varianti. Xo'p, Abdulaziz, qolgan ma'lumotlarni o'zingiz berasiz. Oldi qochib gapni kerak yo'q. Narxiga o'tiramiz buni Abdulaziz. Bo'ldi aka, buni narxini hop 8 million 500 mingga beramiz aka. 8 million 500 mingga. Ha, Samarqandgacha dastlabki beramiz. 8 million 500 mingga so'mga mana Samarqandgacha buni ham dastlabkasini o'zlari uyushtirib olib borib yetkazib berar ekanlar, Xudo xolasa. Haqiqiy bo'ylari ham chiroyli, mana o'ziga yarashgan, Xudo xolasa. Telefon qo'rasizlar, Xudo xolasa. Xayr sunnatiga o'tib bergan joyi bormi Abdulaziz? Bor, aka, o'tib beramiz. Bo'ldi. Xudo xolasa telefon qo'ragansizlar, xayr sunnatiga o'tib bergan joyi bor ekan. Juda olib qo'yilgan, ishlovni mana berib qo'yilgan, Xudo xolasa. Olib tashlab qo'yasizlar, effektini keyin o'zlaringiz ko'rasizlar. Xudo xolasa baraka topasizlar. Xo'p, telefon qilib odamga xayri bor dedingiz, telefon qilishaveradi bemalol. Bemalol telefon qilib. Takror video ham qilib berasiz, o'lchab. Takror video qilib beramiz. Bo'ldi. Bizda so'nggi partiyamidi bu? Bu so'nggi partiya. Bo'ldi. Yo'qsa videoni yakunlayveramiz. Hurmatli obunachilar, ketkizgan vaqtlaringiz rozi bo'lsa, hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Xo'p, niyat qilinglar, shuna qo'yda boqish niyat qilinglar, bittadan like bosib qo'yasizlar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar.